Bismillah. 6-xat ekan. Risalatu tahni'atin bil vazifatil jadidati. Bil vazifatil jadida deyapti. Yangi lavozim bilan tabriklash xati. Yoki yangi lavozim munosabati bilan, bilan yoki munosabati bilan deb tarjima qilish mumkin bo'lyapti. Yangi lavozim bilan tabriklash xati. Marhaban ya Ahmad. Salom ey Ahmad. Alfu mabrukin alal vazifatil jadidati. Yangi lavozim bo'yicha yoki yuzasidan minglab tabriklar bo'lsin. Yoki munosabati bilan desa ham bo'ladi. Bini o'rniga alani ishlatsa ham bo'ladi ekan. Mabruk deganda mabruk ala bilan bo'ladi ekan. Asli yangi vazifani ustiga minglab barakalar bo'lsin degani asli. Yangi vazifa yuzasidan minglab tabriklar bo'lsin. عندما سمعت الخبر شعرت بفرحة كبيرة لا توصف لأنك حقا تستحق هذا الإنجاز بعد كل ما بذلته من جهد وصبر طوال الفترة الماضية. عندما سمعت الخبر بلنشنا خمس كين لأنك جاي نبتدأ. عندما سمعت الخبر خبرني eshitgan paytimda la tusafu degani tasvirlab bo'lmaydigan katta xursandchilikni his qildim. Farhatun kabiratun katta xursandchilikni his qildim. Li'annaka chunki sen haqqon haqiqatan ham bizda o'rni aytamiz. O'tgan davr mobaynidagi sabr va harakat kullama bazaltahu min juhdin va sabrin debdi. O'tgan davr mobaynida sen sarflagan barcha harakat va sabrdan keyin bu muvaffaqiyatga tastahiqqu loyiqsan. لقد كنت دائما شخصا مجتهدا وطموحا. شو اللي جبت مسكين. وها أنت اليوم تحصد ثمرة تعبك وتبدأ فصلا جديدا في حياتك المهنية. دائما طموح intiluvchan va mujtahid harakatchan shaxs odam bo'lgansan. Va mana sen al-yawma bugun va tabda'ugacha bitta qolamiz. Samarata ta'bika mashaqqating yoki charchoqlaring samarasini yig'ishtiryapsan deyapti. Charchoqlaring mevasini yig'ishtiryapsan. Va mehnat hayotingdagi yangi faslni, yangi mavsumni, yangi faslni, yangi qismni boshlayapsan. A'lamu annaka satabda'u va tuzhiru kulla maharatik. Shu yerga bitta qilamiz. Li'annaka bi basatatin shaxsun la ya'riful mustahil. Annaka albatta sen satabda'u ya'ni ijodkor bo'lasan. Ya'ni yangi narsalarni ijod qilasan, ya'ni yangicha yondashasan desa ham bo'ladi. O'zi satabda'u ijod qilasan degani o'zi, ya'ni yangicha yondashasan, yangi uslublar kiritasan va barcha mahoratingni namoyon qilasan. Namoyon qilishingni bilaman deyapti. Namoyon qilishingni bilaman. Yoki bilamanki albatta sen ijodkorlik qilasan, ishga yangicha yondashasan va barcha mahoratingni namoyon qilasan. Chunki sen
Chunki sen bibasatotin shunchaki la ya'riful mustahil, imkonsizlik degan narsani bilmaydigan shaxssan deyapti. Imkonsiz degan narsani, mumkin emas, iloji yo'q degan narsani bilmaydigan shaxssan deyapti. Ana mutashawwiqun lisama'i kulli tafasil kayfa kanat al-muqabala. Ana men kulli tafasil, barcha tafsilotlarni eshitishga qiziqyapman. Kayfa kanat al-muqabala, suhbat, ishga qabul qilinishdagi suhbat qanday bo'ldi? Al-muqobala degani intervyu, ya'ni yuzma-yuz suhbat. Ishga qabul qilishdan oldingi suhbat. Yuzma-yuz suhbat qanday bo'ldi? Va mata tabda'u, va qachon boshlaysan yangi ishni demoqchi. Va kayfa kana shu'uruka indama istalamtal arda. Bu ard degan taklif. Taklifni istalamta olgan paytingda his-tuyg'ularing qanday bo'ldi deyapti. Olgandagi his-tuyg'ularing, olgan paytdagi his-tuyg'ularing qanday bo'ldi? La tansa an tahtafila jayyidan bihada al-injaz ar-ra'i'. Shu yerga chipta qilamiz keyin. Wala mani'a min an takuna awwalu qahvati al-vazifati ala hisabik. Birinchi qism. Bu ro'ya, ajoyib muvaffaqiyatni yaxshilab nishonlashni unutma deyapti. Va avvalu qahvatil vazifa ega bo'lyapti. Birinchi lavozim qahvasi, shunaqa lavozim qahvasi deyishar ekan ular, shunaqa narsa bor ekan. Bitta muvaffaqiyatga erishsa bir joyga borib o'tirib ziyofat qilib berishdi, qahvatul vazifa deb qo'yishar ekan. Nomi shunaqa ekan. Birinchi lavozim qahvasi yoki bizda qachon yuvib berasiz deb qo'yadi-yu, lavozimni yuvish ziyofat. Birinchi, mayli, o'zlari aytgandek qilaverdik. Birinchi lavozim qahvasi sening hisobingdan bo'lishiga la maniya, hech qanday monelik yo'q, hech qanday qarshilik yo'q deyapti. Atamanna laka kullan najahi fi masiratikal jadida va an takuna hadhihi al-bidayatu awwala khutwatin nahwa mustaqbalin mushriqin va mali'in bil furasi deyapti. Senga yangi lavozimingda masirat, yangi ishingda desa ham bo'ladi. Yangi lavozimingda, yangi ishingda barcha muvaffaqiyatlarni va hazihil bidaya, bu boshlanish deb oxiridan kelamiz. Imkoniyatlarga to'la va porloq kelajak tomon birinchi qadam bo'lishini atamanna, tilab qolaman deyapti. Yana qaytarib qo'ya. Senga yangi vazifangda barcha muvaffaqiyatlarni va bu boshlanish imkoniyatlarga to'la va porloq kelajak tomon birinchi qadam bo'lishini tilab qolaman. Ma xolisil muhabbati va taqdir, samimiy muhabbat va e'zozlash, qadrlash bilan sodiquka ala, sening do'sting a'lo debdi. Do'sting a'lo. Shu bilan 6-mavzu, 6-xat